Islom shu darajada kuchliki, u bilan jang qilish men uchun qo'rqinchli tush bo'lardi. Albatta har qanday UFC jangchisi u bilan oktagonda qo'rquvni his qiladi. Men oktagonga qandaydir 10-darajali yigit bilan urushmoqchi emasman va yaqin jang ham ko'rsatmayman. Iloji boricha janglarni birinchi raundda yakunlayman. Shuning uchun men dunyodagi eng zo'r jangchiman. Islom bu yigit bilan jang shartnomasiga imzo qo'yish xuddiki Terminatorga qarshi chiqqandek gap. Hozirgi kunda bilasanmi Maxachevning Habibdan ustunligi nimada? U tik holatda ham kuchli va dahshatli grappling darajasiga ega. Oxirgi 5 yil ichida bu yigit raqiblari ustidan dominant g'alabaga erishib, dunyoni lol qoldirishda davom etmoqda. Barchaga salom janoblar. Har doimgidek eng to'g'ri manzil MMA manzilidasiz. Bugungi video roligimizda Islom Maxachevning dunyoni hayratda qoldirgan top 5 ta jangini ko'rib chiqamiz. Jang haftasi sizlar bilan bo'laman. Shuning uchun qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Bu juda ham muhim. Men esa boshladim. Charles Oliveira UFC'dagi eng ko'p bo'g'ish va submissionlar bilan g'alaba qozongan jangchi. Unda UFC'dagi eng ko'p finishlar bor. 11 ta g'alabali seriya. Bu yigit shunchaki maxluq. Bundan tashqari unda UFC'dagi eng ko'p bonuslar bor. U $1 million bonuslar orqali ishlab topgan. Bu yigit haqiqiy rekord mashinasi. Endilikda bizda super jang turibdi. Dog'istonlik jangchi Islom Maxachev uning keyingi raqibi bo'ladi. Maxachevning vaqti keldi. Endilikda uning ro'parasida braziliyalik sher turgandi. Oliveira oxirgi 4 ta jangida elita darajadagi jangchilarni mag'lub qilib, o'z nomini tarixga yozib ulgurgandi. Taniqli MMA sharhlovchisi Joe Rogan Oliveirani shunday deydi: "Jiu-jitsuda bu yigit istalganini bo'g'ib qo'yishga qodir. Unda qora belbog' bor. Men bu yigitni og'ir vazn jangchilarini bo'g'ib qo'yganini ham ko'rganman. U yaxshigina qiynoqqa sola oladi. Agar bu yigit sizning orqangizni oladigan bo'lsa, bu eng yomon tugashga olib boradi." Joe Rogan ta'kidlab o'tganidek, Oliveiraga qarshi jang qilish UFC tarixidagi eng kuchli bo'g'ma ilonlardan biriga to'qnash kelish degani edi. Va hatto UFC muxlislari ham Oliveira bilan Habib jang qilganda nima bo'lardi degan savolni o'rtaga tashlashayotgandi. Lekin shunga qaramasdan braziliyalik jangni rad etishda davom etmoqda edi. U 1-2 oy davomida Maxachev haqida hech nima demadi. Buni qo'rquv deyish xato. Charles hech qanday raqibdan qo'rqmaydi. U shunchaki risk qilishni xohlamagandi. Balki qalbining tubida u ham Maxachevning qanchalik xavfli ekanligini tushunib turgandi. He's got it locked in. It's over. Fully locked in. It's over. Oliveira's under the chin. Oh my goodness. Switches up the grip. He's going to go to sleep. Oh my goodness. That is going to do it. This dude right Who here, can man. stop Charles Oliveira? 11 in a row and still the best lightweight on planet Earth. Tremendous. Maxachev ham bu holat haqida gapirib o'tgan. Oliveira juda ham yaxshi jangchi. U ko'plab kuchli yigitlarni mag'lub qildi. U juda ham yaxshi g'alabali seriya bilan ketmoqda. Lekin bu sharmandali holat, ya'ni UFC yengil vazn chempioni qandaydir Conor McGregor yoki Nate Diaz'ni keyingi jangi uchun so'rasa, axir bu yigitlar 5 yil oldin g'alaba qozonishgan va qarib qolgan-ku. Axir sen chempion bo'lsang, qanday qilib haqiqiy da'vogarni rad etishing mumkin? U Diaz va McGregor dedi, lekin mening ismimni unutib qo'ydi. Qachonki bu jang e'lon qilinganda, hamma tushunib turgandiki, bu sport tarixidagi eng qaynoq janglardan biri bo'ladi. Yengil vazn tarixidagi eng uzun g'alabali seriya bilan ketayotgan ikkita jangchi, ikkita olam, braziliyalik bo'g'ma ilon va Dog'iston burguti. Va MMA olamida ikkita savol paydo bo'ldi. Charles Oliveira Islom Maxachevni bo'g'ib qo'ya oladimi yoki Islom Maxachev o'zining sambo mahorati bilan Charlesga hech qanday imkoniyat qoldirmaydimi? Butun dunyo bu savolning javobini topishga harakat qilayotgandi. Ammo jang boshlanishiga bong urilgandayoq UFC muxlislar va butun dunyo shuni tushundiki, Islom Maxachev mutlaqo boshqa darajada. Martial arts at its finest. UFC 280 for 20% off today and tomorrow. Him down here. Not many people are willing to play this game with Charles Oliveira. Islam said he is not afraid. Islam stacking him. Got to make sure the hips are covered. Charles Oliveira gets his hand off the top of the octagon. You have to get close. Charles trying to get his own takedown. And as the fight goes longer, I think Oliveira would... Knocked out from the cushion. he's got the arm triangle. Oh, this is Islam Makhachev submits
but Islam's Islomning raqiblarini bo'g'ish kuchi bilasanmi, bu boshqa dunyo. Oliverani oldin bunday holatda hech kim ko'rmagan, u shunchalik qattiq qisdiki, hatto 5 soniya chidab tura olmadi Charles. Men bir narsani aytmoqchiman deysi, bu mening kamarim ustozim Abdulmanaf Nurmagomedovga tegishli bo'ladi. Yillar oldin u menga shunday degandi: "Shunchaki qattiq mehnat qil va albatta bir kun kelib chempion bo'lasan." Va men bu kamarimni Habibga topshirmoqchiman. U va uning otasi meni shu darajaga olib chiqishdi. Maxachov kamarni beliga taqib olganidan boshlab darhol keyingi cho'qqiga ko'z tikdi. O'sha vaqtda UFC'dagi eng kuchli jangchi, vazn toifasidan qat'iy nazar pound for poundda birinchi darajali bo'lgan raqibga qarshi. Aleksandr Buyuk Volkanovski bilan bo'lgan jang esa ikkala jangchining ham faoliyatidagi eng qiyin janglardan biri bo'ldi. Islom, sen Volk bilan jangni qabul qilding. 1-2 soat oldin belingda oltin kamar bor edi. Endilikda esa eng buyuk jangchilardan biriga qarshi chiqmoqdasan. Ha, bu yigit juda ham kichkina, men uni to'xtataman. Boya 1-2 soat oldin Charles bilan nima qilgan bo'lsam, bu yigit bilan ham shu ishni qilaman. Uni yerga yiqitaman va u yerda yakunlayman. Chunki men bilaman, bu yigit juda ham kichkina, u mening darajamda emas. Volkanovski Garchi Islom g'alaba qozongan bo'lsa ham, Volkanovski Dog'istonlikni qanchalik zaif tomonlari borligini ko'rsatib qo'ydi. Va odamlarda birinchi marta Islom Maxachevning mukammalligiga shubha paydo bo'ldi. Muxlislar Dog'istonlik jangchidan bunday hakamlar qarori bilan g'alaba kutmagandi va nimanidir o'zgartirish kerak edi. Bu esa ikkinchi jangda sodir bo'ldi. Volkanovski, sen Islomning bu yerda Avstraliyaga qaraganda kuchliroq, chidamliroq va boshqacha darajada bo'lishiga ishonasanmi? Nima uchun bunday deyishingga sabab bormi? Chunki hozir u fevraldagi jangiga qaraganda ancha yaxshi formada. Yo'q, menga aniq sabab ayt. Nima? Bu yigitga 48 soat kamlik qiladimi vazn tashlashga? Unda ham kuchliroq bo'ladi deb o'ylaysanmi? Men esa bunga ishonmayman. Men senga buni o'zim ko'rsataman. Ertaga tunda o'zing guvohi bo'lasan buni mitti pakana. Bo'ldi, kamroq gapir. Nimani ko'rsatasan? Kamroq gapir. Ertaga tunda ko'rasan hammasini, do'stim. Volkanovski haqiqatan ham juda ham kuchli va nomdor jangchi edi. Balki u UFC tarixidagi eng buyuk jangchiga aylanish ham mumkin edi, ammo birgina xato unga qimmatga tushdi. Bu esa uning 11 kunda jangni qabul qilgani edi. It would be Volkanovski, but that does figure to be a tough proposition. Kick from Makhachev! Huge moment in round one! That will do it! And still, and with style points, Islam Makhachev is the man! because U bu jangdan keyin barcha heyterlarning og'zini yopib qo'ydi. Chunki o'sha vaqtda Volkanovski pound for pound yetakchisi edi. U birinchi raqamli jangchini birinchi raunddayoq nokautga uchratdi. Odamlarning bunday g'alaba tushiga ham kirmagan edi. Islom Maxachev tabiat kuchi, kuchli grapplingni striking bilan birlashtirgan holatda barchani lol qoldirishda davom etardi. Uning keyingi raqibi esa afsonaviy Dustin Poirier edi. Poirierni tanishtirish hech kimga shart emas. Uning qanchalik shafqatsiz jangchi ekanligini hamma biladi. Olmos doim oktagonda yorqin va chiroyli g'alabalar namoyish etardi. Men seni nokaut qilaman, ishonaver. Sen uxlab qolasan. Uyingga borib xotirjam uxlayverasan. Yo'q, ko'zingni ochganingda sen mening oyoqlarim tagida bo'lasan. Ha, bunga ishonaver, la'nati. Nima deding? Bunday ohangda gapira ko'rma. Bunday ohangda gapirma. Ey, to'xta, hurmatda bo'l. Hurmatda bo'l. Asabiylik yuqoriga chiqib ketgandi. Ikki jangchi face-off paytida deyarli urushib ketay dedi. Dustinning ko'zlari yonib turardi, qat'iyatga to'la, lekin u yerga yiqilsa qanday jang kutayotganini yaxshi bilardi. Muxlislar Islomdan odatdagi Dog'istoncha rejani kutishgan. Xavfli zarbalar almashinuvidan qochish, aniq hisoblangan zarbalar, raqibni yerga yiqitish va u yerda ustunlikni davom ettirish. U murabbiylarga quloq solish va ular aytgandek boks tush kerak. Kel boks tushamiz. Bu boks emas, bu MMA. Men haqiqatni aytaman, bu yigit juda ham yaxshi, lekin qachonki u faqat zarbachilarga qarshi jang qilganda, lekin qandaydir grappler yoki kurashchilarga qarshi oktagonga chiqsa, unda doim muammolar bo'ladi. Muxlislar deyarli Islomni parterda uni nazorat qilishini kutib turishardi.
Lekin aksariyat holatda Dastin bilan jangda Islam tik holatda urushdi va deyarli uni strikingdan mag'lub qildi. Poryening qanchalik kuchli bokschi ekanligini butun MMA olami yaxshi tushunardi. Islam universal jang ko'rsatgan holatda yana bir bor dunyoni shokka soldi. U tana qismiga va bosh qismiga og'ir zarbalar yo'llab Dastinning yuzini bejab tashladi va 5-raundda uni yerda bo'g'ib qo'ydi. Yeah, looking for Darce. Dustin's got to be careful here. Oh, that's tight. Overtapped. Islam Makhachev with a submission in round 5. The throne remains in Makhachev. Jang juda qattiq va ayovsiz bo'ldi. Ikkala jangchi ham bor kuchini berishdi. Jang esa haqiqiy kino sahnalaridek dramatik tarzda yakunlandi. O'ylaymanki, men bu turnirni qutqarib qoldim, chunki mening jangimdan oldingi barcha janglar juda ham zerikarli bo'layotgandi. Deyarli butun arena uxlab qolishga yaqin edi. Men ularni uyg'otib yubordim. Dastinga rahmat aytaman qoldiq jang uchun. Biz haqiqiy adrenalinni namoyish qila oldik va Dana White menga 2 ta bonus taqdim etdi. Jangchilar professionalizmni saqlab qolgan holatda bir-birlariga hurmat-ehtirom ko'rsatishdi. Aka, yuzimga qara nima qilganingni. Oldin hech kim menga bunday qila olmagandi. Sen chempionsan, birodar. Sen bunga munosibsan. Rahmat ajoyib jang uchun. Sen dunyodagi eng kuchli jangchilardan birisan va bugun ham buni isbotlading. Sen kabi jangchilar MMA sportida uzoq yillar bir xil formada jang qila olishmaydi, lekin sen shu kabi kamsonli jangchilardan birisan. Rahmat og'ayni hammasi uchun. Kuchli kechgan jang lageridan keyin Islam birozgina vaqt tanaffus oldi. Yengil vaznda uning oldida kuchli va chidamli raqiblardan biri turardi. Arman Sarukyan. Birinchi jangda men juda ham yosh edim, 22 yoshda edim. U vaqtda esa Islamda yaxshigina tajriba bor edi, menda esa yo'q. Endilikda men o'z o'rnimni topdim va mahoratlarimni oshirdim. Umid qilamanki, bu jangda Islamni nokaut qilaman. Sizlarga va'da beraman, bu jang birinchisiga qaraganda mutlaqo boshqacha bo'ladi. Afsuski, Armanning gaplari chippakka chiqdi va bu jangni biz ko'rmadik. Jangga bir kun qolganda u belidan jarohat oldi va bir kunlik chaqiruv bilan oktagonga Renato Moicano chiqishga rozi bo'ldi. Ammo Islam Makhachev ham jang rejasini mutlaqo o'zgartirishga to'g'ri keldi. U 8 haftalik jang lagerini o'tab, mutlaqo boshqa jangchiga qarshi oktagonga chiqishiga to'g'ri keldi. Dana White esa ikkala jangchini ham hurmatga sazovorligini ta'kidladi. Jang kuni esa hamma kutgan ssenariy sodir bo'ldi. Birinchi raundning o'zidayoq Islam Renatoni parterga yiqitdi va bo'g'ib qo'ydi. Bu dars-cho'k uslubidagi juda ham qattiq siqish edi. Renato bunga bardosh bera olmadi. U faoliyatidagi yagona oltin chiptadan foydalana olmadi. Islam bu jangi bilan raqibni yakunlash uchun hech qanday 8 haftalik jang lageri kerak emasligini ham bir tarafdan isbotlab qo'ydi. Va nima uchun u dunyodagi pound for pound yetakchisi birinchi raqamli jangchi ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Endilikda Makhachev tarix yozishga yaqin turibdi. UFC 322 16 noyabr kuni u 77 kilogramdagi chempion Jack Della Maddalena bilan jang qiladi. Agar Islam g'alaba qozonsa, UFC tarixida eng ko'p g'alabali seriyalar qayd etgan jangchiga aylanib oladi va ikkinchi kamarni qo'lga kiritadi. Videoni oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat. Jang haftasi sizlar bilan davom etamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz birgalikda ko'tarilamiz. Barchaga rahmat.